uyni yangi olib chiroyli qilib qurib berdingiz, lekin o'rtangizda sahnangiz bo'sh. Sahna joyingizga biron narsa, ya'ni mashinani olib kiraman desangiz, oftob tushadi, yomg'ir yog'adi, qor yog'adi, bosh og'rig'i bo'ladi. Uyingiz tomini polniy qilib yuboraman desangiz, katta rasxodga tushib qolyapsiz. Eng qizig'i, men sizga ham kam rasxod bo'ladi, ham uyingiz chiroyli chiqadigan narsani ko'rsataman. Ya'ni bu uyga naves qilish xizmati bo'ladi. Eng qizig'i, bu naves qilib turib, bemalol mana bunday bepulga temir kachelli yutib olish, ya'ni bepulga uyingizga qo'ydirish imkoni bor ekan. Agar temir kachellikni alohida olaman desalar, 3 million so'm, 4 million so'm rasxod qilishingiz mumkin. Eng qizig'i do'stlar, bu navesimizga 10 yil garantiya berishyapti. Ustakalarimiz o'zi ham 10 yil tajribaga ega ekan. Xo'p, profillarimizga keladigan bo'lsak, eng baquvvat hozir firma ko'rinishida qilib berishgan. Ushbu ko'rib turgan joylaringni eng arzoni 250 ming so'mdan boshlab 1 million so'mgacha qilib berishar ekan. Mana shu ko'rib turgan narsalar, ya'ni tagida setkasi, undan tashqari mana bunday stiklovatasi, tevasida tunuka foni, mahsuloti, usti haqqi hamma yo'g'i ichida bo'lar ekan. Bu aytilayotgan narxlar ichida, ya'ni Vodiy, Toshkent bo'ylab hamma yo'g'i ichida bo'lar ekan. Kimgadir qiziq bo'lsa, общий summasi shu uyimiz 47 million so'mga tayyor bo'lgan. Zakaz berish uchun pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.